hech qachon yoningda turgan suvni ichma. Agar sen kimnidir yomonlab gapirgan bo'lsang. Senga boy oilalar, avlodlar davomida bilib kelgan narsani o'rgataman. Diqqat bilan eshit. Suvning xususiyati u tebranishni o'ziga singdiradi. Suv yonida aytilgan har bir so'z o'zida qoladi. Endi tasavvur qil. Sen ovqatga o'tirding. Stol ustida suv bor va sen shikoyat qilishni boshlading. Pul topish qiyin, hayot adolatsiz, bunga pulimiz yetmaydi deb gapirding. Keyin o'sha suvni ichding. Sen o'zing aytgan barcha gaplaring ichingga tushdi. Otam menga bir narsani o'rgatgan. Hech qachon unutmayman. Stol atrofida bitta qoida bor. Ovqat yoki suv turgan paytda yomon gap aytish yo'q, shikoyat yo'q, g'iybat yo'q, hech kimni yomonlash yo'q, hatto o'zingni ham. Shuning uchun keyingi safar ovqatlanishga o'tirsang, stol ustida suv bo'lsa, gaplaringga e'tibor ber. Chunki sen tanangga qanday energiya kirishini hal qilyapsan. Shu sabab boy oilalar stolini bank hisobidan ham ko'proq himoya qiladi. Chunki ular bir narsani tushungan. Masala faqat nima yeyishingda emas. Masala sen yeyotgan narsaning ustida nima gapirilganda. Tanangga kirayotgan hamma narsaga hushyor